Kavanini просто basseynga bitta tashab. Stop. Hangi verin? Hop, yo'q. Stopdan chiqing. Bu o'yinda bitta g'olib bo'lish kerak. Mana shu challenge-da yutish uchun prosta omon akadan foydalaning. Iman to'g'ri ish qildi. Xullas o'rtoqlar, men bu challenge-ga yutish uchun kelgandim, yutdim. Prosta omon aka menga bu challenge-ga yutishga bitta odam edi xolos. Charchamaydi. O'rtoqlar, umuman kutilmagan joydan keldi-yu-da. Suv juda sovuq va o'sha savdor qildi, pauza bo'ldi, men hech nima qilolmayman hozir. Va o'sha nimadir qilishga ham so'rayman, chunki o'sha kun tugadi. Va yana bir marta meni sotib ketishdi va yana bitta o'zim qolib ketdi. Lekin boyga o'rtoqlar. YouTube kanaliga obuna bo'linglar, chunki biz 2000 obunachiga juda yaqin kelamiz. Bet pauza. Qanaqa pauza? Voy! Bular bichimimiz ha? Voy, bular yarami. To'g'risini aytsam biratmas sarflasman. Hammalar meni juda ham qattiq qiynadinglar hozir. Shuning uchun men sizdan alam qolishim kerak. Voy, Sardorga qo'shib maqsad chektirarsan ularga. O'tgan safar meni bog'lab tashlab ketganingiz esimda. Shuning uchun men sizni undan ham qalinam. Bog'lab tashlayman. Men siz ko'shuvni bu qayerga qariligini. Menga farqi yo'q. Voy, bunaqa bo'lma. Voy, men qanaqa chiqaman? Berib qo'yasan. Bo'yna, mani ham bor. Avonchi. Короче, bolalar ko'chada Maqsud Sardor, men pulni oldim, yine qiynaymiz birlar. Obursiz siz? Da. Pulni bering bana. Obur! Sen menga bandada ketchup mayonez ideyasi berdi.